Ba'zan oilani birgina xiyonat emas, asta-sekin yig'ilib borgan mayda haqoratlar, ichga yutilgan alamlar va o'z vaqtida aytilmagan haqiqatlar yemiradi. Bu qismda ham aynan shuni ko'rdik. Tashqaridan qaraganda hammasi oddiy oilaviy janjaldek tuyuladi, lekin ichkarida allaqachon sevgi bilan g'urur, mehr bilan manfaat, sabr bilan nafrat urush boshlagan. Eng dahshatlisi esa shundaki, bu urushda hech kim o'zini yutqazyapman deb o'ylamayapti, lekin aslida hamma bir narsadan ayrilyapti. Bir qarashda bu oddiy kechki janjal edi, ammo har bir so'z, har bir nafas ortida yillar davomida to'plangan og'riqlar bor edi. Nozimaning qaynonasi bilan to'qnashuvi hech qanday kelin qaynona mojarosiga o'xshamasdi. Bu yerda ikki avlodning fe'li emas, ikki xil dunyoqarash to'qnashdi. Nozima endi avvalgidek jim turadigan, har bir haqoratni yutib yuboradigan qiz emas edi. U o'zini himoya qilishni o'rgangan, lekin uning himoyasi ham mehrdan emas, ichida yig'ilib qolgan haqorat va bepisandlikdan tug'ilayotgan edi. Uning ko'zlarida yosh yo'q edi, faqat olov bor edi. Tovushida titroq yo'q edi, faqat muz bor edi. U gaplarda g'urur bilan turardi, lekin shu g'ururning ichida qo'rquv ham bor edi. U ajrashmayman deydi, chunki o'rtada bola bor. Mana shu juda muhim nuqta. U sevgini tilga olmayapti, erini sog'ingani uchun emas, farzand va mavqe uni shu nikohga bog'lab turibdi. Demak, bu ayol hozircha ketmaydi, lekin bu oilani ichidan o'zgartirishga urinadi. Eng katta xato ham, eng katta xavf ham mana shu yerda. Keling, voqealarni boshidan olib boraylik. Nozimaning onasi qizini qaytarib olib kelgan paytdagi vaziyat juda og'ir edi. Tashqaridan qarasak, bu yarashuvdek ko'rinadi. Ona qo'ldan ushlab, ostonadan ichkariga kirgizayotgan edi. Qaynona esa eshik oldida kutib turardi, yuzida majburiy tabassum. Aslida esa bu qaytish emas, taslim bo'lishga majburlash edi. Ona qizini oilasi saqlanib qolsin deb olib keldi. Qaynona esa shu vaziyatdan ustunlik sifatida foydalandi. Kechirim so'zlari aytildi, lekin hech kimning qalbi yumshamadi. Kechirdim qizim degan so'zlar havoda uchib, hech qayerga tegmay ketdi. Aksincha, bu sahnada eng mayin ko'ringan narsa, eng xavfli narsaga aylandi. Sukut. Chunki baland ovozdagi janjal tez tugaydi, lekin jim yutilgan xo'rlik bir kuni albatta portlaydi. Nozima bu uyga qaytdi, ammo endi u bu xonadonga kelin bo'lib emas, ichida hisob-kitobi bor ayol bo'lib kirib keldi. U endi har bir gapni eslab qolardi, har bir qarashni tahlil qilardi. U jilmayardi, lekin ko'zlari kulmasdi. Bu qismda ko'pchilik ko'zdan qochirgan juda nozik detallar bor. Qurilishgacha borib surishtirishgani, ikki katta uy haqida gap ketgani, pulning sheriklik bilan berilgani haqidagi eslatmalar shunchaki jahl ustida aytilgan gaplar emas edi. Bu oiladagi asosiy mojaro hissiyot emasligini ochib qo'ydi. Bu yerda hurmat masalasi pul bilan o'lchanayapti. Kim ko'proq bergan, kim ko'proq foyda ko'rgan, kim kimdan qarzdor. Nozima bularni hech qachon tilga olmagan edi, lekin shu kuni uning og'zidan chiqib ketgan gaplar yillar davomida yig'ilgan adolat hissining portlashi edi. U endi siz menga qarzdorsiz demoqchi emas, men ham bir narsaga arziyman demoqchi edi. Ammo bu so'zlar havoda qolib ketdi. Qaynona ularni eshitmadi, er esa eshitishni xohlamadi. Bularning hammasi yaqin orada kelin qaynona janjaldan ham kattaroq portlashga olib keladi. Hozircha uy ichidagi gapdek tuyulgan narsa tez orada erkaklar o'rtasidagi ochiq hisob-kitobga aylanadi. Ayniqsa Nozimaning otasi aralashgandan keyin bu masala endi shaxsiy emas, sha'n va obro' masalasiga aylangan. Shu payt boshqa bir uyda, boshqa bir og'riq yashirincha o'sayotgan edi. Rustamning onasiz uyga kira olmay qolgan holati bu qismning eng og'riqli qatlamlaridan biri bo'ldi. U yerda hech qanday baland drama yo'q. Hech kim qichqirmaydi, hech kim idish-tovoq sindirmaydi. Lekin aynan shu sokin og'riq odamni ezadi. Rustam bir necha bor uyga qaytmoqchi bo'ldi. Har safar eshik oldiga kelib, qo'lini tutqichga qo'yib, keyin yana qaytardi. Uy o'zgarmagan, devorlar o'sha, eshik o'sha. Faqat ichidagi ovoz yo'q. Onasining "O'g'lim, ovqat tayyor" degan ovozi endi eshitilmaydi. Uning choy damlab berayotgan qiyofasi faqat xotirada qolgan.
Rustam uchun uy endi makon emas, yo'qotishning o'zi bo'lib qolgan. U derazadan qarasa chiroq yonmaydi, eshikni ochsa hech kim kutib turmaydi. Bu oddiy tuyuladigan tafsilotlar uning yuragini ezardi. Do'stining uni og'riqdan qutulish uchun ichkilik bilan ovutmoqchi bo'lishi ham bekorga kiritilmagan sahna emas. Bitta ich, o'tib ketadi degan gap juda oddiy tuyuladi, lekin aynan shu oddiy gap eng katta xatoning boshlanishi bo'lishi mumkin. Rustam hozircha rad etdi, chunki dardi hali tirik, vijdoni hali uyg'oq. U ichkilikka qo'l uzatsa, bu onasiga xiyonat bo'lardi deb o'yladi. Lekin qayg'u uzoq cho'zilsa, odam o'zini o'zi alday boshlaydi. Bir marta hech narsa bo'lmaydi degan fikr keladi. Keyin ikkinchi marta. Keyin esa odam o'zini qanday qilib tubsizlikka tushib ketganini sezmay qoladi. Bu shunchaki otaning g'azabi emas, hukm edi. Nozimaning otasi qizini olib ketgan kuni u kuyoviga qarab bir gap aytdi. Sizga ishonib qiz bergan edim, siz esa lafzingizda turmadingiz. Biror erkak bergan va'dasida turmasa, u faqat bir ayolning emas, butun oilaning ko'zida sinadi. Bu so'zlar xonada aks sado berdi. Hech kim javob qaytarmadi, chunki javob beradigan hech narsa yo'q edi. Bu yerda gap bir nikoh haqida emas, erkakning qadr-qimmati haqida ketmoqda. Shu sabab keyingi qismlarda kelin tomon sukut saqlab turmaydi, ular javob so'raydi. Va bu javob endi oshxonada yoki yopiq xonada emas, hammaga eshitiladigan joyda so'raladi. Ota endi jimgina chetda turmaydi. U bir marta sukut saqladi, lekin ikkinchi marta saqlamaydi. Yana bir juda keskin chiziq qism oxiriga yaqin ko'rindi. Otaning ikki oila orasida qolgan iztirobi va qizining unga aytgan achchiq gapi kelajakdagi katta yorilishni tayyorlab qo'ydi. Bir kuni kechasi uy jim edi. Qizi otasining oldiga kelib, to'satdan juda sovuq ovozda gapirdi. Siz menga aytasizmi, ota? Bir ayolni yoqtirmasangiz, ajrashish kerak edi. Nega yana boshqa hayot qurdingiz? Bu so'zlar otaning yuziga shapaloq bo'lib tushdi. Bu shunchaki qizining jahlidan chiqqan gap emas. Bu yillar davomida yig'ilgan hukm. Qiz bolaligidan otasining ikkinchi oilasini ko'rib o'sgan, onasining yig'lagan kechalarini eshitgan, kechki ovqatlarda otining bo'sh o'rindig'ini ko'rib katta bo'lgan. Bu hukm bir kun kelib o'sha erkakni ham, uning ikki tomonlama hayotini ham buzadi. Chunki farzandlar ota-onaning xatolarini ko'rib ulg'aysa, bir kun kelib aynan o'sha xatoni ota-onaning yuziga aytadi. Ota o'sha kecha uxlamadi, u butun hayotini o'yladi, lekin kech edi. Endi eng qiziq joyi, bu qism keyingi voqealar uchun qaysi eshiklarni ochdi? Menimcha Nozimaning qaytishi tinchlikning boshlanishi emas, urushning ichkariga ko'chishi. U endi ochiqcha janjal qilmaydi, kuzatadi, eslab qoladi va kerak joyda zarba beradi. U endi qaynonasining har bir gapini daftarga yozib qo'ygandek eslab yuradi. Qaynona esa uni kechirdim deb o'ylaydi. Aslida esa o'zi ham kelinning ichida nima uyg'onganini tushunmayapti. Bola masalasi ham keyingi qismlarda eng og'ir bosim quroliga aylanadi. Hozircha farzand uchun yashash degan gap bor. Keyin esa farzand uchun kurashish boshlanadi. Farzand endi sevgi mevasi emas, maydonning o'rtasiga tashlangan nizoga aylanadi. Nazokat masalasida esa juda katta burilish kutilmoqda. U hozir erining mehrini o'z foydasiga burmoqchi. Bir muddat bunga erishadi ham. Ehtimol erkak uning yonida ko'proq qoladi, unga ko'proq e'tibor beradi. Hatto aybdorlik hissi bilan qarorlar ham qabul qiladi. U nazokatga bir uy sotib olib bermoqchi bo'lishi mumkin yoki uzoq safarga olib ketmoqchi. Lekin bu o'yin uzoqqa cho'zilsa, albatta fosh bo'ladi. Va o'sha kundan boshlab erining sevgisi og'riqqa aylanadi. Chunki chin dardga aldamchilik aralashsa, kechirim eng qiyin narsaga aylanadi. Nazokat bugun yutayotgandek ko'rinyapti, lekin u juda xavfli o'yin boshlab yubordi. U o'ylaydiki, u hamma narsani boshqaradi, lekin bir kuni ikkala tomon ham yutqazadi. Rustam esa yo motamdan kuchliroq odam bo'lib chiqadi, yo bo'lmasa og'riq uni sindiradi.